Hop, mana shuni javob bossam. Aha, menimcha yog'ochlar yetadi. Barchaga salom bilan ishlayapsizmi? Sizlar yaxshimisizlar? Sizlar bilan yana Niko jigarlar yangi video roligimizga xush kelibsizlar. Bolalar, bizda har doimgidek qishloq hayoti, o'zimizning jonajon qishlog'imizdamiz. Men hozir ozgina yog'och chopib oldim, endi qishloqqa qaytyapman. Ko'ramiz keyin nima bo'lishini. Sizlar video boshlanishidan oldin like bilan obunani bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Boshladik bo'lmasam. Tak, har doimgidek qishloqqa. Tushunyapsanlarmi? Короче, sen bunga gapirmasliging kerak. Hammalaring chavon. Mashina bilan nasab qilyapsanlar, borib nasab qilyapsanlar. Nima deysan? Hech qanaqa e'tirozlar bo'lmaydi. Qaysi qo'ling tegirgan? Ha, vashsha tushunmadi masalaga. Qaysidir qo'lingni tegar mana shu golimga. Hali ko'rsatib qo'yaman, tushundilaringmi? Alaykum. Nimaga sen majlisga kech qolding, tushunmadim. Anaqa eshitmay qopman, daraxt chopayotgandim. Nima u golem qayerdan keldi? Qarar ekan. Bu golem, bu mana endi tansoqchi bo'ladi. Bu yangi tansoqchi. Tushunyapsanmi? Hop. Qarochi, nima bo'lganda ham qaysidir qo'lingni tegirsa, juda ham yomon ish bo'ladi, tushundingmi? Nima bo'lyapti? Bilmadim, o'ziga tansoqchi sotib olibdi. Xullas, endi uni qo'riqlar ekan. Voy sar. Eko, oldiga ol. Qarochi, nima bo'lganda ham ayarda bu golem, aytgancha golem gapirishni biladi. Davay gapirib qo'ydi. Iye. Nima yo'layapsan? Yo'lma. Sen bo'ladi nimaga yo'lishing kerak? Yorib tashlaysan, shu seni kuching ko'p shunchalik. Mayli. Qaysidir menga gapirsalar ham bilasanlar, shunday urib tashlayman. Xohlasang bo'yinga javob qo'yaraman. Nima uryapsan? Bir gapir, aqlingami, aqlakonligi? Nima? Tushunmayman. Mer menga tez pistolet bermasangiz bo'lmaydi, bu men bilmasam. Agarda pistolet bersangiz, nima qo'li yetmayaptimi? Mer bilasizmi, juda ham og'irman shunchalik. Bilasiz-ku. Mayli. Senga bo'lmasa juda ham ajoyib pistoletlar va qurollar beramiz. Mayli. Nima bo'lganda ham shaxs to'g'risida gapirar ekan. Nima? Shaxs nimadim? Baqirma. Nega baqirishim kerak? Kim haqida gapiryapsan? Senga nima? Bitta bola haqida gapiryapman, ovozing o'xshar ekan. Bom. Urma dekoni. Mana eshitdingmi? Buni o'zi menga lekin sakradi. Hali ko'rasan mendan. Urma aholilarni. Faqat senga teginsa ur. Birinchi meni urdi lekin. Shaxs qanikin, cho'ta shaxs yo'q. Ana endi fermaga qaraymiz. Bolalar cho'ta golem kim yomon? Kim asabga o'ynayapti? To'g'ri, vashshe xarakteri ham bir mayli. Hop, tashqariga chiqamiz. Hop. Endi fermadagi ishlarimizni chopib olishimiz kerak. Tap. Bu har doimgidek kartoshka ekamiz. Kartoshka juda ham zo'r foyda olib keladi. Bola, va nihoyat mana bahor ham kirib keldi. Qorlar erib, vashshe dahshat, lekin yomg'ir yog'ayotibdi. Bilmayman nimaga. Xullas, men bilan ekib qo'yam. Shaxsmi? Qaniydi ya, narsalarim. Janurson juda ham yomon ishlar bo'lmoqda. Eng yaxshi. Qilmayman yaxshilab. Ishi nima qildi? Mayli. Janurson, to'xta. Narsalarim olaman. Bunday qilamiz. Tushunmadim. Bunday qilamiz. Ana. Yaxshi. Mana. Shaxs. Voy. Yaxshimisiz? Yaxshi. Ozgina shoshilib turdim shaharga. Shaharga? Albatta, nima desam bo'ladi? Men bu bir haftaga ish yuzasidan ketyapman. Shunga aytgancha uyimga qarab tursangiz juda ham zo'r bo'lardi. Mayli. Kaltini o'zingiz bilanmi? Kaltini beraymi xohlasangiz? Mayli, kaltni berib, qaroch xabar olsangiz bo'ladi. Aytgancha mana bu yerda nimadirlar bo'lyapti, adashmasammi? Qanaqadir golem bor. Mer qandaydir bir Vaysaqqa golem sotib olibdi. Vaysaqqa? Yo'q, ketyapti. Gapirishni bilar ekanmi? Golemlar gapirmaysiz. Siz ovozingiz bilan gapiryapti. Chisti, yomon o'xshar ekan.
Lan yo'q, bilmadim. Qarindoshingiz emasmi? Golemlardan qarindoshingiz yo'qmi? Bilmadim, yo'q, bu. O'xshashliklar bo'lib turadi. Mayli, nima bo'lganda ham, Niko, mayli, men taksiga kech qolayotgandim, bilasiz. Davay, mayli, sog' bo'ling. Okey. Aha. Bola hozir bizni cho'tki ishlarimiz bor, nimalar qilamiz? Tak, xo'p, men hamma narsani olib, sotib, puliga kola, pitssalar olib kelamiz. Masalan qilib, eng kechqurun iftorlarda yeymiz. Aytgancha, Ramazon oyli sizlarga muborak bo'lsin. Xo'p, endi tak, avval hamma narsamizni sotib olishimiz kerak. Bunday qilamiz. Shundoq bunday qilamiz. U bunday bo'lmayapti. Bu. Mana bo'ldi. Hop. Qanday bo'lardi? Mana. Okey. Hamma bor narsamizga olamiz, chunki kartoshkani qilib umuman keragi yo'q. Shundoq ham mer pul to'layotibdi. Pulim ham vaqti ko'payib ketdi. Короче, shunaqa gaplar hozir. Tak. Bunday qilib olamiz. Shtir tez qilib olishimiz kerak. Hop, mana. Yaxshi. Endi rahmat jitil. Hop, bizga dori hozircha kerak emas. Bizga 2 ta non kerak va Tashinglar, bu mani do'stim Creeper. Tanishlarimdan xursandman, barchalaringizga. Creeper ham gapirarga xos kelaman. Voy. Mayli. Hozir to'xtanglar. Magazindan narsa sotib olay, tak. Hop, aka, men hozircha bitta non kerak. Tak, xo'p, bitta kola, yaxshi 2 ta olaman. Bitta pizza olamiz. Bu yaxshi yetadi. Xo'p, hozir uyimga narsalarimni tashab chiqib, keyin cho'ta yomon narsalar bo'lyapti yana. Hozir boramiz. Xo'p, bunday qo'yib qo'yamiz. Obunachilar aytgancha muzlatgich ham olishim kerak. Nima deysizlar? Mana mashinaga qo'yamiz. Cho'tki bo'ladi. Narsalar cho'ta aynib qolyapti. Niko, qani Niko? Mana shattaman baqirmang. Nimaga sabajisda yo'qsa yana? Ishlar bilan yuribman. Do'stim Creeper. Bu ham gapirishni biladi. Albatta, rahmat. Tanishlarimdan xursandman. Qisqasi, hammalaringiz bilasizlar, bunaqa golemlar umuman creeperlarga yopishmaydi va bu golem bu meni do'stim, ajoyib qadrdon do'stim va men ham mana ajoyib qadrdon do'stim. Aytgancha, nima bo'lganda ham barchalaringizga juda ham ajoyib tinchlik tilab qolaman va jumadimi? Uzr, portlaysizmi yo'qmi bilmoqchi edim. Nima portlamayapsiz? Hamma do'stlarim nima desam, sani Bakki olimga. Bakki. Bo'ldi. Suvga tushirib yubordingiz. Chiqaring endi. Yo'qol. Oy! Qanaqa chiqaman? Voy. Qanaqa chiqaman men bu yerdan? To'xta, chiqo. Dadadan ke. Yaxshi. Mayli, merga aytib beraman men sana. Mer, mana qarang, men urib yotibdi, buni qishloqdan ketqizish kerak. To'g'ri aytasan, bu Creeper ham bo'lmayapti-ku. Do'stim, nimalar deganing? Axir bu meni birinchi urdi. Ko'rdinglar-ki, hammalaringiz to'g'rimi? Kimdir gapirsin. Sanaqasidan. Bonoqlar bizni qishloqdan yoqmayapsan. Nimaga axir men juda ham yaxshi anavi men nima desam bo'ladi? Men yaxshi odam. Sen yoqmading sen. Creeper portlab ketasan sen. Yo'q, men portlayman. Mana do'stlarim ko'pchiligi nima? Voy! Nima? Qanaqasiga bunaqa bo'ldi? Hozir Creeper mana bu yerda turadi. Jitillar sizlar ham ko'rdinglarmi? Ha, ko'rdik. Qanaqasiga? Bilmadim. Mer, sizchi, bir nima deng. Bo'lishi mumkin emas. Yo'q, hech qanaqa bo'lgani yo'q. Shaxsmisan yo Creepermisan? To'g'ri gapir, tushundingmi? Sen men bilan mashina o'yin qilibsanmi? Hozir ko'rsatib qo'yaman sen bilan qanaqa gaplashishni, tushundingmi? Hozir uyingga poplayman. Yo'q, mana. Voy, jinni. Biz. Voy, balakat. Qo'yib chiqyapti. Mardiylar, krokodillar. Biz hammasini. Voy, tepaga qo'yapti. Voy, balakat.
Men o'zimni Voy, portretga palaka. o'yladingmi? Men hech qachon Voy, o'zimni palaka. bunaqa qurbon qilmayman. Voy. Qanaqa chiqamiz tepaga? Mayli, O, mayli. bizga boltam yog'ochlarimiz yordam beradi. Da. Именно. Ey, yo'q ol. Voy. Sut tashlaymiz. Qanani creeper? Voy, qochyapti. Yo'q aka. Ey, qanisan ey? Ey, hozirroq oldimga kelib, qishloqdan ket. Bo'lmasam, mer uyini yoqib yuboraman. Shunaqami? Mer? Mayli, nima bo'lganda ham jonimga tegdi-yu sani vashi. Qamay bobo chiqarib, nimaga bunaqa bobolar chiqaryapsan? Ey, ani creeperni ko'rsizmi? Men bu golemizam anaqa ekan. Ey, yo'qoting ikkalasini. Bo'ldi. Ko'p gapirmasa hamma tarqatsin. Bo'ldi, bizning ishlarimiz bor, golemalar. Qisqasi davay. Qanaqa ish? O'zimiz bilamiz. Sani, golem sani eshigini ostida bo'lasan, tushundingmi? Albatta, janob, men eshik ostida bo'laman. Mayli. Sani-ku, sana ishlarni qilib qo'ylar mayli qilib, mana shu tushunmadimmi senga? Bo'ldi. Tushunmadim, bular tili birmi, bilmayman. Falokat, anu creeper ham jin ursin. Falokat. Mayli. Tak, xo'p. Ozgina baqqa boyda shaxsda anaqasini o'ynaylik. Kompyuterni tak qilamiz. Nimalar bor ekan-a? Bu yerda turaverib vashi jonim yetib ketdi-yu. Tushunmadim. Nimaga menga o'zi mer buyruq beryapti? Mer degan odam, ya'ni mer degan odam o'zicha hammaga buyruq berib ishlatar ekan. Nimaga men mer emasman? Men qo'riqchiman, vashi tushunmadim. Va merda juda ham zo'r hayot bor ekan. Mayli. Qani bir merda ichkarisiga kirib bir abjag'ini chiqarib o'zim mer bo'lay chiqqani nima bo'lar ekan? Mayli, mer, tushunmadim. Nimaga bu eshik buzilmayapti? Mer, sizga ajoyib sovg'am bu. Mayli, mer. Va yaxshimisiz? Ey, sen nima qilyapsan? Sen bilan alohida gaplashadigan gaplar bordi, bilasan, birikdi mana shular o'zimiz. Bilasan, mer. Anchadan beri sen menga buyruq beryapsan. Juda ham yomon. Mayli. Mer, bu yoqqa kel. Bu ham jonga tegdi, bo'ldi. Kecham tushib qoptimi, balakat? Mayli. Yordam bering, iltimos. Jim tursan endi. Mermi? Endi menga bo'ysunasanlar. Ana endi men bu yerda mer bo'laman. Yo'q, sani uni bekor qilibman. Nimalar deyapsan? Sani o'zi eshik. Bilsang agar qo'riqchilik qilish, saber bo'lmaysan hech qachon. Ko'ramiz. Seni tirik qoldirganimga shukr qil. Yig'lama menga. Mayli, hamma ishlarni qilasan endi. Menga juda ham ajoyib uy qurasan. Bu uy vashi yoqmadi. Qanaqa musir uy bu? Sen hali ko'rasan. O'chara o'zingni bo'lmasa sen bilan boshqa gaplashib qo'yaman. Mayli. Nima bo'lganda ham hamma nimaga sen menga qilibsan? Xullas, merga yordam kerak ekan. Mana bu turqi sovuq golem o'zicha mer bo'lmoqchi bo'pti yana bir marta. Mayli. Xullas, men kitoblarda o'qigandim-da. Golem degan maxluqlar gullarni yoqtirishar ekan. Eng sevimli narsalari gul bo'lar ekanda. Hozir shaxsda sandig'ida gul ko'rganday bo'lardim. O'sha gulni u uy buzyapti. O'sha gulni olib yerlarga ekib chiqaymikan, keyin oxirga tuzoq quraman. Keyin tushib ketadi. Chunki uni qo'l bilan yoki avtomat bilan urishni hech ham ilojisi yo'q-da. U juda ham nima desa bo'ladi, baquvvat. Baquvvat. Hop, mana shunday. To'xtanglar, bunaqada 2 soatda buzaman. Hozir bizga lopatka kerak. Pul olamiz asigincha. Hop, hozir Qobil akadan sotib olamiz. Mashishga qursak bo'ladi. Da. Qobil aka, anaqa qizbom, rahmat aka. Hop, shuni nomini qilamiz. Mana qilamiz.
Madurlar deb gapiryapti, borish yigitlar ham yig'lab o'tirishibdi ekan. Madurlar qilib buzyapti, mayli. Hozir merni qutqaramiz. Chotki bo'ladi. Tak. Turibdi qarab. Hozir so'rish qilamiz. Tushunmadim, Niko qani? Qani boyagi bola? Jim. Uyga borishim kerak boru. Niko. Mayli. Niko, shu yerdamisan? Yaxshi. Mana. Niko, eshikni och, bilaman uydasan. Mana. Sen uyni buzishga to'g'ri keladi. Ochdik. Tushunmadim. Gulmi? Ochamiz. Tushunmadim, gulmi? Nahotki 100 yilda gul. Mana sevimli gulim, oh my god. Hidini. Hammasini olishim kerak. Mana gullarim. Qochishim kerak. Gullarim. Sen jim o'tir. Sen ko'rasan bandar. Jim o'tir deyapman, men boshqa o'yin qilibsan. Gullarim, gul. Gul. Tamam. Tushdi. Tamam. Yeah. Tushdi. Wow. Ajab bo'lsin. Tushunmadim, Men senga bir to'la gul. Nima? Chiqolmaysan endi. Politsiyaga telefon qilishim kerak. 911. Alo? Kerak emas. O, politsiya ishladi. Xo'sh. 13-qishloqqa bir turqsov golemni anaqa qamoqqa olib ketishinglar kerak. Hozir boramiz. Yo'q, ishnadim yo'q. Hop, endi mer hozir kelaman. Kirkamni olib chiqay, hozir sizni qutqaramiz. Ki bo'ladi. Hop, mana kirkamni olib olamiz. Taki bo'ldi. Mer, hozir ketyapman. Sizni qutqaramiz. Hop, mana deb buzsak, hozir shaxsdan kelib qolsa kerak menimcha. Va mer, bu yoqqa keling. To'xtab turing. Hop, mana buzildi. Hozir sizning to'jiqatni oldingiz. Ana u yerdagi pastdagi anonni oluvdim, bilmadimmi? Menga berdi. Menga nima chiqaradi? Toj senga beraman, senga merlikni beraman, meni chiqarib yubordi-da. Hozir men oldim. Hozir chiqarish uchun Narvonoga ketayotgandim. Qani o'shdami? Ha, o'shatda meni ko'rishdi. Rosa anaqa. Ey, tojni merga bering. Mer anaqa merku. Mani mer dedi, mani mer kerakchi bunga beribdi. Bu hozir menga berdi merlikni. Yo'q, bu tortib olgan. Mana qarang, hamma joy buzib yubordi. Merni ham qamab qo'ygan ekan. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Qani hozir merdan so'rashimiz. Men anni qarang, men qamoqdan hozir qutqardim. Mer, yaxshimisiz? Yaxshi. Shaxs, emas, meni tojimni nima qilyapti senga? Yo'q, anonni oluvdim, nima edi? Golemdan. Tojni bersangiz zo'r bo'lardi. Mayli, mer, xotirsiz qilmang, hozir tojni o'zim kiydirib qo'yaman sizga, okey? Mer juda ham zo'r. Hop, ana. O, mana. Hop, mayli bo'lmasam. Baqqaboy, mer, ular bir ahvolda o'z bir nima qilib olarsiz, men hozir kelaman. Hop. Bo'ldi, bugungi videomiz shu yerda iborat edi. Mana golemni ham ushladik. Uni bering, kaltimni, uyimni kalti. Yo'qotib qo'ydim. Davomisiz? Yo'q, men golemda bo'lsa kerak. Men hamma narsa golemda ekanda. Hamma narsa golemda ish qilib, mayli. Bir yosh bolaga shu ishda ishonmaslik kerak-da o'zi. Bitta yosh bola. Bitta yosh bola ishda ishonmaslik kerak. Yo'q.